Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Adab Ahlul Kur'an hakkında ikkinchi leksiya. Oldi bilan olimlarning Qur'on ahlining adab axloqlarini bayon qilishdagi ko'rsatgan tirishchanliklari. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve sellama teslimen kesira. Olimlar salaflardan bo'lsin yoki xalaflardan bo'lsin, Alloh ularga nomsiz rahim qilsin. Bu temada nihoyatda tirishchilik ko'rsatgan, bu temaga behm ko'ngil bo'lgan va bu vaqtda Qur'on ko'targuvchilarning, Qur'on o'quvchilarning, Qur'on sohiblarining adab axloqlari haqida kelgan tekstlarni to'plagan. Biz olimlarning bu vaqtdagi tirishchiliklarini bir qancha qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchi, Adab Ahlul Qur'on degan mushu ism ostida tuzilgan kitoblar. Oldi bilan Adab Ahlul Qur'on yoki Adab Hamlatul Qur'on yoki shunga o'xshagan ismlar ostida yozilgan kitoblar. Ya'ni, masalan, Ulumul Qur'on va yoki Qur'onningki fazilatlari emas, faqat va faqat Qur'on sohiblari, Qur'on ahlining adab axloqlari to'g'risida to'xtalgan kitoblar demoqchi. Bu yerda bu temada to'xtalgan nurg'unlagan kitoblar bo'lib, mashhurlaridan İmam Abu Bakr Muhammad ibn Husayn al-Ajri rahimahullohning Axloq Hamalatul Qur'on degan kitobi. İmam Ajri rahimahulloh Hijriyaning 360-yili vafot bo'lgan. Bu kitob Qur'on ahlining axloqlarini va o'ziga nihoyatda tunji kitob, muhim kitob hisoblanadi. Nurg'unlagan qadim nashriyatdan chiqqan. Bu kitobda muallif rahimahulloh Qur'on ahlining adab axloqlarining bayoni haqida 90 dona tekst keltirgan. Qur'on hadislardan dalil keltirgan va yana Qur'on ahli Qur'on Karim bilan muomala qilishda kerak bo'lgan, zarur bo'lgan ishlarni ham bayon qilgan. Endi bu kitob Qur'on ahlining adab axloqlari degan shu tema haqida, shu nuqtadagi muhim asos kitoblardan hisoblanadi. Bu kitob nurg'ulg'an olimlar tahqiqlagan. Masalan, doktor Abdul Aziz ibn Abdul Fattah al-Qari degan zot bu kishi tahqiqlagan. Bu doktor tahqiqlagan kitob Kona nashriyat hisoblanadi. Masalan, Hijriyaning 1407-yili tahqiqlab nashrdan chiqqan. Undan boshqa doktor G'anim Qadduri al-Hamid degan kishi undan boshqa nurg'ulg'an muhaqqiqlar tahqiqlagan. Endi bu kitob Qur'on ahlining adab axloqlari babidagi yolg'iz mushu mazmunda to'xtalgan tunji kitob hisoblanadi. Endi bu kitobning alohidligi ko'p dalil keltirdi. Qur'on hadisdan ko'p dalil keltirdi. Yana ta'sir qiladigan vazn-nasihat xarakterlik uslubga ega. Undan boshqa muallif deydi, men bu xil uslubni, bu xil vazn-nasihat xarakterlik yozilgan kitobni men boshqa avtorlarningki bunday yozganligini ko'rmagan. Nurg'ulg'an shu Ahlul Qur'onning ruhiyatiga nihoyat foydali bo'lgan vazn-nasihat xarakterlik vazn-nasihatlarni o'z ichiga olgan deydi. Ikkinchi, Hamalat Adab Hamalatul Qur'on, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Qur'on degan kitob. Muallif Yahya ibn Sharaf an-Navawi rahimahulloh. Imam Navawi rahimahulloh Hijriyaning 676-yili vafot bo'lgan. Bu kitob nihoyat nafs kitob hisoblanadi. So'z iboralari, jumlalar nihoyat qulay, oson tushungil bo'ldi. Imam Navawi rahimahullohdan keyin kelgan ahli ilmlar Qur'on ahlining adab axloqlari haqida kitob yozmoqchi bo'lsa, mushu kitobga tayinatdi. Bu kitob olimlar orasida nihoyat mashhur. Nurg'un qadim nashrdan chiqqan va o'xshash bo'lmagan tahqiqlar bilan tahqiqlangan. Mushu bobda kitob yozmoqchi bo'lganlar mushu kitobni vosita qilib yozadi. Va yana shumullik bilan farqlanib turdi. Hamma mazmunlarni o'z ichiga olgan, adab axloqningki barliq boblarni o'z ichiga olgan. Undan boshqa go'zal tartib va so'z iboralarining, jumlalarining nihoyatda tushunishga oson bo'lishi bilan farqlanib turdi. Bu İmam Navawi rahimahulloh masalan Riyadus Solihin, Al-Azkar, Al-Arba'in an-Nawawiyya qatorliq kitoblarda shunday tartiblik, oson yozgandek bu kitobda shunday esil
tartib bilan güzel yozib o'tgan. İmam Navaviy rahimehulloh bu kitobda nurg'ulg'an masalalarga ilova izohat yozgan. Undan boshqa ixtilof bo'lgan masalalarda kuchli bo'lgan ko'z qarashni bizga bayon qilib bergan. Undan boshqa yana shu bobda ba'zi kishilar tushib qilayotgan shar'iy muxolifatlarni yana bid'atlarni ham tanbeh berib o'tgan. Undan boshqa yana Fathul Karimul Mannan fi adab hamlatil Qur'on degan kitob. Bu kitob Ali Dabba rahimehullohning kitobi bo'lib, bu kishi Hijriyaning 1380-yili vafot bo'lgan. Endi bu kitob qarilar va Qur'on o'rgatadigan muallimlar, o'quvchilarning adab axloqlari haqida yozilgan qisqa bir risoldan iborat. Yani bu muallif bu kitobni ilgari kitoblardan ixchamlab, xuloslab yozgan. Bo'libmi Imom Navaviy rahimehullohning kitobidan. Bu kitap yana nurg'un qatim nashriyatdan chiqqan. Bu kitobning alohidligi nihoyat qisqa, iboratlari nihoyat oson.